To'xtang. Sizga juda ham manfaatli bilimni berib o'taman. Bu sizga juda ham yoqadi. Diqqat bilan kuzating. Xo'p. Men hozir sizlarga bitta videorolikni qo'yib beraman va uni kommentariyasida yozilgan, ya'ni o'sha videoda yozilgan. Qani edi, shunday bo'lganida edi. Shuni imkoni bo'lganida edi deb yozilgan. Kuzating. Ha, buni kuzatgan bo'lsangiz, e'tibor bering. O'sha miyani yuvib tozalayapti. Miyada tozalash ishlari olib borilyapti va o'sha miyani yana kiyib hayot kechiryapti. Bitta narsani biz unutmaylik. Alloh taolo bizga mana shunday imkoniyatni bergan. Miyani tozalashni, miyani poklashni. Buni imkoni bor. Qani edi imkoni bo'lganida edi deb yozilgan. Lekin buni imkoni bor. Qanday deysizmi? Bu tafakkur va aql yuritish. Qarang. Tafakkur va aql yuritish. Miyani tozalash. Bu nima degani? Misol uchun sizda miyangizda kir fikrlar, nafrat, alam, umidsizlik, tushkunlik, qo'rquv, xavotirlar deylik. Bu kir fikrlar sizning miyangizda to'planib qolgan. Bularni bittama-bitta yechiladi. Bittama-bitta poklanadi, tozalanadi. Men aynan insonning niyatlari amalga oshmasligini doim aytganman. Sizning niyatingiz pokmi? Sizning niyatingiz tozami degandim. Shunday deb aytib o'taman. Bu degani sizning niyatingiz shubha gumonlardan toza bo'lishi kerak. Agar sizning miyangizda men yuqorida sanab o'tgan fikrlar bo'lsa, sizning niyatingiz pok bo'lmaydi. Toza bo'lmaydi. Hozir buni sizga tushuntirib o'taman. Qarang, misol uchun sizda qo'rquv bor. Men eplay olmasam, jo'gida o'xshamasachi, meni hayotim baxtli bo'lmasachi. Tushunyapsizmi? Meni hayotim baxtli bo'lmasachi. Bu bitta kir fikr deylik. Mana shuni, kir fikr o'rtaga tashaladi, hurmatli kuzatuvchi. Meni hayotim baxtli bo'lmasachi, men qadrlanmasamchi. Nima uchun bunaqa o'ylayapman? Bu fikr menga qayerdan kelyapti? Bu fikrni asl manbai nima? Nima uchun men bunaqa o'ylayapman? Tushunyapsan? Nima uchun men baxtli bo'la olmayman deb o'ylayapman? Yo'kida meni tashab ketsachi, men yolg'iz qolsamchi. Bu ikkita sabab. Tashab ketsachi. Xo'p, nima uchun bunday deb o'ylayapman? Tashab ketsa nima bo'ladi? Siz yolg'iz qolib ketsangiz nima bo'ladi? Nima bo'lishi mumkin? Nima bo'pti sizni kimdir tashab ketsa? Sizni aldab yoki kimdir tashab ketdi, sizga befarq bo'lib qoldi. Nima bo'lishi mumkin? Tushunyapsiz? Siz kimdir tashab ketishidan, kimdir sizga xiyonat qilishidan, kimdir sizni yolg'iz tashab ketishidan qo'rqyapsizmi? Biling, bu dunyoviy qo'rquv. Aynan mana shu dunyoviy qo'rquvlaringiz bilan siz sinalasiz. Siz va biz barchamiz qo'rqishimiz kerak bo'lgan yagona narsa bu Allohning g'azabi. Allohning g'azabiga uchrashdan qo'rqish kerak. Bo'ldi. Dunyoviy qo'rquvlar sizda bormi? Buni tuzatish kerak. Bu sizga tug'ma talant emas. Sizga tug'ilganingizdan shunday xarakter, shunaqangi fikrlar joylashtirib qo'yilmagan. Siz uni atrof muhitingizdan yuklab olasiz. Tasavvur qiling, video mana so'rchi video oladigan bir apparat. Mana shunday video olib boryapsiz. Bular hammasi yozilib boryapti. O'sha videoni, ya'ni apparatni xotirasiga, pamyatida yozilib boradi. Barcha yomon vaziyatlar, voqealar barchasi yozilib boradi. To'g'rimi? Sizni ko'rganingiz, eshitganingiz, shu hayot shunday ekanda. Ayol kishi faqat xorlanib yashayotganda. Ayol kishi faqat azobda yashayotganda. Erkak kishi o'ta yomon bo'lar ekanda. Odamlar bir xiyonatkor bo'lar ekanda degan fikrlar, tasdiqlar sizni yoshligingizda o'rnashib boryapti.
Tushunyapsiz-a? Aynan mana shu sizni har kunlik qarorlaringizga ta'sir qiladi. Har kunlik sizni fikrlashingizga ta'sir qiladi. Misol uchun qarang, men blok fikrlar haqida ham sizlarga tushuntirib o'tgandim, to'g'rimi? Blok fikrlar nima? Ya'ni inson qayergadir borishdan, nimadir ish qilishdan qo'rqyaptimi? Uni o'sha joy, o'sha ish ortida uni xavf-xatar kutyapti. U xato qilishdan qo'rqyapti. Xato qilsa sharmanda bo'lishi mumkin, kulguda qolishi mumkin, bankrot bo'lishi mumkin. Yana o'zini o'sha og'riqli hissiyotlarini yana his qilishi mumkin. E'tibor bering, unda mana shu fikr kelyapti. U mana shunday hisni tuyishdan qo'rqyapti. U degani uni ong ostida o'shanday his, o'shanday fikrlar, o'shanday tasdiqlar bor degani. Imенно mana shu sizni o'sha ichki tasdiqlaringiz, ichki dunyo qarashlaringiz real hayotga amalga oshadi. Tushunyapsiz? Shuning uchun bizga aytilingan, yomon gumondan saqlan. Yomon gumon iymondan ayiradi. To'g'rimi? Yomon gumonlaringiz real hayotga amalga oshadi. Va har bitta gapga farishta omin deydi. Har bitta gapirayotgan gapingga ehtiyotkor bo'l. Bu o'sha gapirayotgan gaplaringiz har kun noliysiz, to'g'rimi? Qaysidir vaziyatlardan, qaysidir voqealardan, qaysidir o'zingizning jihatlaringizdan noliysiz. Noligan narsalaringiz hayotingizga ko'payib kelaveradi. Aynan kimdan nolyapsiz? Eringizdanmi? Ko'payib keladi. Aynan nimadan nolyapsiz? Puldanmi? Ko'payib keladi pulsizlik. Aynan ishsizlikdan nolyapsizmi? Ko'payib keladi. E'tibor bering, buni qanday yetish mumkin? O'sha vaziyatlarni kuzating. Imенно sizga qaysi vaziyat og'riqli ta'sir qilyapti? Mana shu og'riqli ta'sir qilayotgan fikrlarni tozalash kerak bo'ladi. O'shalarni poklash kerak bo'ladi. Uni qanday poklanadi desa, o'sha fikrga qarshi fikrni yaratasiz. U tafakkur, aql yuritish orqali bo'ladi. Endi tafakkur va aql yuritish esa bilim, ilm orqali bo'ladi. Ilm ol. Beshikdan qabrgacha ilm izla deb bizga aytilingan. Ilm olish orqali sizda miyangizda qancha yangi bilimlar bo'lsa, siz shunchalik bir muammoni tezroq yechasiz. Tasavvur qiling, deylik, siz bir matematika o'qituvchisiz. Matematika o'qituvchisiz. O'sha matematikada kimdir bitta muammoga uchradi. Muammoga uchradi, ya'ni nima desam, bir masalani yecha olmayapti. Bir misolni javobini topa olmayapti. U o'zini ayblab, siqilib, yig'lab, o'ksinib o'tiribdi, to'g'rimi? U degani uni qo'ldan kelmaydi degani emas. Unda o'sha yo'nalish bo'yicha, o'sha problemani yechish bo'yicha bilim yetishmayapti degani. Ana endi siz matematik o'qituvchisiz. Borib o'sha insonni muammosini yechib berasiz. Ya'ni sizning miyangizda ma'lumotlar bor, instrumentlar bor. Siz tafakkur qilasiz, aql yuritish. Buni bunday qilsa, buni javobi bu. Buni bunday bajarsa, bu bunday bo'ladi. Lekin bu yerda bu mana bu xatolarni qilyapti deb uni xatolarini ko'rasiz. Imенно men mutaxassis bo'la turib, psixolog, ya'ni insonlarning ong ostidagi salbiy fikr, e'tiqodlari, fikrlari bilan ishlovchi mutaxassisman. Xuddi mana shunday sizlarning xatolaringizni ko'ra olaman. Sizlardagi noto'g'ri fikrlar, noto'g'ri tasdiqlarni anglay olaman. Sizga o'shani tushuntirib bera olaman. O'sha sizdagi yomon tasdiqlarni, noto'g'ri tasdiqlarni, xato tasdiqlarni sizga ko'rsatib, anglatib bera olaman. Shundan keyin sizning miyangiz, ya'niki yuqorida kirlanib qolgan miya tozalanishni boshlaydi, poklanishni boshlaydi. Tushunyapsiz? Aynan siz hozir nimadan nolyapsiz? Aynan hozir nimadan qiynalyapsiz? Bu nolish degani, "Yo'q, men nolimayman, men doim shukr qilaman" deysiz mumkin. Bu nima degani? Misol uchun, "Yo'q, yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi bo'lib ketadi. Hali joy-joyiga tushib ketadi" deyapsiz, ich-ichingizdan to'yib ketdim. Shunday yashashdan to'yib ketdim. Mana shu insonlar jonimga tegib ketdi. Men hech qachon o'zgara olmayman. Men undayman.
Imini mana shu ichki holatingiz nolish hisoblanadi. Qalbingizda yashirib turgan yashirinchi ma'lumotlarni ham Alloh bilib turadi. Imini mana shu qalbingizdan o'tkazib turgan hislar hayotingizga sizga sinov qilib beriladi. Siz qo'rqayotgan, siz xavotirlanayotgan. Bizga nima buyurilgan? Allohga tavakkal qilish, o'zimizni problemalarimizni Allohga topshirib va biz sabab qilishimiz kerak. Biz bilim olishimiz kerak. Biz o'z ustimizda ishlashimiz kerak, rivojlanishimiz kerak. Nolib turgan bilan olma pish og'zimga tush. Bu hech qanday bo'lmagan narsa-da. Men aytib o'tmoqchimanki, bu bilimlarni o'rganish kerak. Insonni tafakkur qilish jarayoni o'ta muhim. Bu hayotda har kun tafakkur qilishingiz kerak, rivojlanishingiz uchun. Imena agarda psixologik sizda og'riqli fikrlar bo'lsa, xo'rlanish, kamsitilish, tashlab ketilishdan qo'rqish, ichingizdaglarni boshqalarga bildira olmaslik, qaysidir joylarga bora olmaslik, misol uchun qandaydir bir xohishlaringizni amalga oshmay qolishi, siz xohlaysiz uni teskarisi bo'lib ketishi, mana shu holatlar bilan men mutaxassis bo'la turib ishlayman siz bilan. Agarda mani hayotimda mana shu siz aytib o'tgan muammolar, problemalar bor deydigan bo'lsangiz, yokida mana shu men aytgan problemalarga o'xshash problemalar sizning hayotingizda bo'layotgan bo'lsa, izohlarda, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Inshaalloh men sizlarga yordam beraman. Alloh qodir qilguncha bor kuchim bilan sizlarga tushuntirishga, anglatishga harakat qilaman va birgalikda o'zgaramiz. Men o'zimga bor bilimni sizga beraman, siz hayotga tatbiq qilasiz. Inshaalloh hayotimizda yangiliklarni o'zimiz yaratamiz. Qadri baland qadrdonlarim, bu dunyo biz uchun yaratilgan. O'zingizni qadrsiz qilib qo'ymang. Rivojlana olasiz, o'sa olasiz. Faqat buni xohlang, tanlang va sababni amalga oshiring. Ustoz toping, o'z ustingizda ishlang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qadri baland qadrdonlarim.